O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega? Har qaysi O'zbekistonda yashayotgan odam, jamoatchiligimiz, xalqimiz mana shu masalani o'ziga ko'ndalang qo'yib, o'ziga yaqqol shu masalani tasavvur qilib, shu savollarga avvalambor javob berish kerak. Ya'ni o'ziga javob berish kerak. Xitoy bizlar uchun qanday ahamiyatga ega? Nafaqat bugungi kun, bugungi davr, ertangi kun uchun qanday ahamiyatga ega va bizlarning aloqalarimiz O'zbekistonga avvalambor nima berishi mumkin? Bizlar Xitoy bilan do'stlik, umuman hamkorlik o'rnatish hisobidan nimalarga erishishimiz mumkin? Qanday istiqbollar oldimizga ochilishi mumkin? Xitoy qanday davlat bo'lgani to'g'risida ortiqcha gapirish. 1 milliard 250 million xalqqa ega. Ya'ni yana bir bor aytaman, dunyoni, jahonni xalqini hisoblang, qancha bo'ladi? 21, taxminan 22% butun dunyoni shu Xitoyda yashaydi. Va kerak bo'lsa shu faqat aholi hisobidan emas, bugungi qudrati hisobidan agar Xitoyni bizlar baholamoqchi bo'lsak, bugun Xitoy haqiqatan ham nafaqat xalqi hisobidan, aholisi hisobidan, qudrati hisobidan, hozir kuchga kirayotgan hisobidan va avvalambor ertangi kunni agar bizlar o'zimizga tasavvur qilsak, ertangi kunni o'zimizga yaqqol faraz qilsak agar, ertangi kun nuqtai nazaridan bu Xitoy buyuk davlat. Bugun buyuk davlat va ertangi shu buyukligi, uni qudrati, uni kuchi o'sib borayotgan davlat va kerak bo'lsa xalqimiz shuni bilish kerak. 21-asrni birinchi 10 yilligi yo kerak bo'lsa 15-20 yil davomida 21-asr bu davlat bu faqat mana hisob kitobim emas, mana tasavvurim emas, butun dunyo tan olyapti. Xitoyga qarshi chiqadigan, Xitoyni unda yoqtirmagan kuchlar ham majbur shunga tan berishgaki, Xitoy 21-asrning boshida eng kuchli va kerak bo'lsa eng davlatlarni, qudratli davlatlarni bittasi shu bo'ladi. Bunga isbot juda ko'p. Avvalambor hozir agar bugun o'sishni, Xitoyning o'sishini, salohiyatini, qudratini, iqtisodini o'sishini inobatga olsak, Xitoyga teng keladigan davlat o'zi yo'q. Kamida 7-10% har yili o'syapti. Ishonasizlarmi, yo'qmi? 80-yildan bugungi kunga agar uni qudratini o'sishini, salohiyatini o'sishini, ishlab chiqarishini o'sishini, yalpi mahsulotini o'sishini agar inobatga olsak, ishonasizlarmi, yo'qmi? 20 yilda kamida 10 barobar uni yalpi mahsuloti oshgan. 10 barobar. Agarki uni harbiy kuchini, umuman aytganda bugungi islohotlarni agar inobatga olsak, ham harbiy nuqtai nazardan, ham iqtisod nuqtai nazardan, ham ma'naviy nuqtai nazardan ham kerak bo'lsa, bu juda tez o'sib borayotgan davlat. Xitoyni bugungi xalqaro maydonda o'rni, uni ta'siri, kerak bo'lsa uni ovozi butun dunyo bugun tan olishga majbur. Eng o'zini manman degan Qo'shma Shtatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunga majbur. Xohlamaydimi, noiloj Xitoy bilan hisoblashga nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Yaponiya, hamma davlatlar bu qudratli kuch bilan hisoblashga va uni tan olishga majbur.